Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni faqatgina bizning kanaldan topishingiz mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 20-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21-22 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 20-martda 20-25 daraja, 21-22 martda 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 20-21 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-21 martda 0,5 daraja iliq, 22 martda 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi.